Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan men yana Habibullo. Bugun sizlar bilan birgalikda Minecraft orqali qanday daromad qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Meni darsliklarimni menimcha ko'pchilik tushunmaydi, balki oxirigacha ko'rmaganligi uchun tushunmaydi yoki balkida o'zi qandaydir tushunishga harakat qilmaydimi, bilmayman to'g'risi. Darsga tashlab bergan insonlar tushunmay qoldim aka, o'zi nima qilish kerak deb qoladi. Men bilmadim, to'g'ri gapiramanmi-ki? Men sizlarga bu darslikni oxirigacha ko'rishlaringizni maslahat beraman va bugun sizlar uchun darslikni oxirigacha, ya'ni qanday desa bo'ladi? Oxiri nuqtasigacha tushuntirib beraman. Ya'ni videoni yasab va qanday qo'yish kerakligini. Minecraft o'ynab pul topish mumkin deganda men shunchaki vaqtlaringizni ketkazmanglar, bekor o'yinlarni o'ynab o'tirguncha, shunchaki u vaqtdan unumli foydalanib turib daromad qilinglar degan maqsadda men sizlarga bepul bo'lgan ma'lumotni beryapman hozir. Ya'ni bepul bo'lgan ma'lumotni beryapman. Albatta bu uchun men o'zi rahmat eshitishim kerak. Nima uchun deganda, sizlarga shunchaki bepul ma'lumotni informatsiya qilib berganim uchun. Lekin menga aka tushunmadim, tushuntirib yuboring, aldadingizmi degan gaplar bo'lgani uchun keyin menda harakat ham so'nadi. Xo'p, mayli, ahamiyat bermaymiz, albatta biz doim harakatdamiz. Xudo xolasa sizlar uchun tekin darsliklar, tekin ma'lumotlarni albatta berib boshdan charchamaymiz. Kursimizga keladigan bo'lsak agar, kursimiz bu albatta ixtiyoriy. Sizga biz YouTube'ni 0 dan 100 gacha, ya'ni natijagacha o'rgatamiz. Albatta tariflar bo'yicha. Shu, kurator keladigan bo'lsa agar, kurator o'zim bo'laman, ya'ni men bilan to'g'ridan to'g'ri ishlab daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Shu, albatta keling, gapni cho'zib o'tirmaymiz, to'g'ridan to'g'ri men sizlarga ko'rsatib beraman. Juda ham oson. Birinchi o'rinda men YouTube'ga kirganman o'zi. YouTube'ga kirasiz. Xohlasanglar, agar kimda kim Minecraft o'ynasa, o'zi shunaqa videolarni nima qilsin, lekin men Minecraft o'ynamayman, to'g'risi men jiyanim o'ynaydi va uni YouTube kanali bor Minecraft to'g'risida. U kanallarni, ya'ni YouTube anaqasiga qo'yib boradi. Shu. Men o'zimga kerakli bo'lgan mana shu videoni men o'zimga skachat qilib olganman, ya'ni o'zimga tortib olganman. Albatta buni qanday tortib olaman deydigan bo'lsanglar agar, Telegramda yuklaydi bot bor. Yuklaydi deb yozsanglar, chiqib keladi o'zi. Men shu videoni nimasida ham yozib qoldiraman. Yuklaydi bot bor. Xo'p, o'shani yozasizlar va shuni tashlasanglar, video yoki audiosini deydi, videosini tanlab skachat qilib olasizlar. Bo'ldi. Shundan keyin CapCut bo'limiga o'tasizlar. Men o'sha CapCut bo'limiga o'tib qo'yganman. Tak, CapCut bo'limiga o'tasizlar mana. Menda o'sha tayyor. Qaranglar. Tortib olingan videoni sizlarga aytaman. Tortib olingan videoni men har xil shaklda kesganman. Ya'ni o'rtasidan kesib boshqa joyga qo'yganman. Bu joyini mana ko'ryapsizlarmi? Bu joyini kesib bu joyga qo'yganman, bunisini bunga qo'yganman. Xullas chalkashtirib tashlaganman. Nima uchun? Mana bunaqa ограничение bo'lib qolmasligi uchun. Chunki bilasizlar, YouTube'da ограничение bor. Agar boshqalarning videosini qo'yadigan bo'lsanglar agar, pul to'lamaydi va sizni kanalingizni blok qilib qo'yishi ham mumkin. Shu sabab men videoni har xil joylardan kesib qo'yganman va hozir bunga ozroq rang berishim ham mumkin. Balki bermasmiz, ko'ramiz yana oxirida. Xo'p, endi qaranglar, bir boshidan nima qilgandan so'ng, ya'ni kesib hammasini aralashtirib tashlagandan so'ng, endi biz zvukoviy effekt beramiz. Echo dog beramiz bunga. Ikkinchisiga birinchisiga echo dog berganimizdan keyin ikkinchi kesib olganimizga iloji bo'lsa lapa beramiz. Xo'p, undan keyingisiga mana bunisi ham qolib ketmaslik kerak va aytib o'taman, har bitta joyga zvuk nimasiga anaqa bersanglar. Ana shunday bo'ldi. Bersanglar, mana bu ограничениyaga tushishi bo'lmaydi, ya'ni tushmaydi ограничениyaga. Da. Mana shu holatda ko'rdinglar, men yasab oldik. Bu boshqaning videosi, o'zimning videom emas. Men Instagramdan olganman, ya'ni YouTubedan olganman buni. Shortsdan. Sizlar o'zlaringiz agar shunaqa videolar qilsanglar, masalan, o'ynayapsizlar, shu o'yinni o'ynayapsizlar, to'g'rimi o'zlaringiz? O'ynayapsizlar-da, mana shunaqa holatda telefonlaringizni ekraniga zapis qilib olyapsizlar shu narsani. Bo'ldi. Zapis qilib olgandan keyin, ekraniga zapis qilib olgandan keyin mana bunaqa animatsiyalarni bemalol sizlar Chromedan olsanglar ham bo'ladi, YouTubedan olsanglar ham bo'ladi yoki mana shu animeni o'zini joyini shuni kesib olib turib, ulab CapCut orqali yasab olsanglar bo'ladi. Shu, bu qiyin joyi yo'q. Tak, ketdi. Bo'ldi. Endi mana bu orqali xohlasak rang bersak ham bo'ladi. Mana effekt bo'limiga o'tamiz. Effekt bo'limiga o'tganimizdan so'ng bu yerda o'zini rang berish turlari bor. Nastroy qilsak mana bu yerda. Mana bu HSL'ni bossanglar mana.
eslanadi krivi degan joyda mana qiziliga o'tib turib ozroq qizil rangda yoki ko'kroq rangda qilsanglar bo'ladi bunaqa shaklda. Keyingi bo'limga o'tib turib yana boshqacharoq rangda qilsanglar bo'ladi. Shu endi o'zlaringiz xohishlaringizga qarab har xil ranglar qilsanglar bo'ladi. Men shunchaki sizlarga ko'rsatib beraman va yakun bo'ldi. Endi biz buni ana shu videoni eksport qilib olamiz. O'sha tayyor video yasab bo'lgandan keyin eksport qilib olamiz. Qaranglar, men nuqta-nuqtachisiga ko'rsatyapman. Bo'ldi, eksport qilib olganimizdan so'ng endi biz nima qilamiz? Albatta o'zimizning YouTube kanalimizga o'tamiz. Ya'ni YouTube kanal bor, menda ochiq. Menda o'sha ochganman YouTube kanal. Bu ishlatmayman YouTube kanalni. To'g'risi ancha oldin ochganman YouTube kanalimni. Boshqa biladi, boshqa darslarda ham ko'rsatib o'tganman buni. Ancha oldin ochganman, lekin ishlatmayman bu kanalni. Xo'p, kanalga joylaymiz. Bu albatta sinov uchun ochilgan kanal va biz buni o'sha videoni mana shuga joylaymiz. Mana YouTube kanal ochilgandan keyin qaranglar, nimacha bor? Pluscha, shu pluscha bossanglar o'zlaringizni nimalaringizni, galereyangizni ko'rsatadi va bu yerda siz bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, mana ограничить доступni открыть доступga almashtiramiz va bu yerda biz yozamiz, ya'ni videomizga nom qo'yamiz, naзвание qo'yamiz. Masalan, qanaqadir effektni nom qo'yish kerak. Men buni hozir chat GPT dan so'rab olaman. Menga deyman, Minecraft uchun effektni deydi, effektni deyman. Nima top ber, ya'ni nom top ber, ya'ni titl top bergin deb aytaman, naзвание. Va u top beradi. Men bu narsani qilmayman, sizlarga ko'rsatib bermoqchiman shunchaki. Biz faqat hozir bu yerda mini katta harf bilan iloji bo'lsa, mini craft deb yozamiz. Bo'ldi. Mana bu yerda o'zimizga kerak bo'lgan hashtaglardan, ya'ni hashtaglardan foydalansak bo'ladi. Bu yerda Minecraft lol deb yozamiz va vahimachani qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yerda bittasini o'chirib tashlaymiz. Qaranglar. Bu hozir qo'ygan videoyim, bu kanalim amerikanskiy kanal hisoblanadi. Bu yerda bu kanal amerikanskiy ochilgan va qo'ygan videolar to'g'ridan to'g'ri, ya'ni Amerika hududi bo'lgan yoki o'sha Yevropa davlatlari ko'radi. Chunki inglizcha ochilgan bu kanal, amerikanskiy ochilgan kanal. Shu. Men esa o'zimning YouTube kursimda mana shu kanalni ochish, rivojlantirish, ya'ni boshqa videolar yasash, mana shu kanaldan daromad qilish bo'lgan narsalarni o'rgatib boraman. Agar kimda kim, albatta bu ixtiyoriy, kimda kim mana shu YouTubedan daromad qilmoqchi bo'lsa, oylik stabil daromad qilmoqchi bo'lsa, YouTube'ni o'rganmoqchi bo'lsa agar, videolar qo'yib, videolardan prosmotrdan daromad qilmoqchi bo'lsa agar, albatta adminga silkasini qoldiraman pastda videoning tagida. Sizlar bemalol o'tib, kurs haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Albatta bu yana qaytarib o'taman, ixtiyoriy, majburiy emas. Xohlasanglar. Xohlamasanglar mana shu holatda o'zlaringiz o'rganib bemalol videolarni qo'yib daromad qilsanglar bo'ladi. Men sizlarga shunchaki misol tariqasida bu videoni ko'rsatib beryapman. Shu. Do'stlar, sizlar bilan men Habibullo bo'ldim. Hozir bu yerda загрузить bosamiz va videomiz tarqalib ketadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketdi video. Keyingi bepul darslikkacha. Sog' bo'linglar.